2019 yıl 1 yanvardan başlap Eli Keşlik Geziti nashrdan to'xtatilgan. İşçi xizmatchilari Eli Geziti gezichilik tarqitish vosita guruhi qo'shib etilgan. Eli Keşlik Geziti 1992 yil mayda qurilgan bo'lib, Uyg'urcha, Qozoqcha, Xanzucha 3 xil yozıqda nashr qilinib, keng xalq ommasining qizg'in olqishiga erishib, tarqitilish nisbati yerlik kasblar orasida 1-o'rinda edi. Bütün mamlakat ichidagi 180 dan ortiq keşlik geziti sohasida 20-o'rinda bo'lib, inovati alohida ko'rinarli edi. Madaniyat inqilobi mezgilida boshqa millatlar yoziqidagi nurg'un gezitlar vayron qilinib, qozoqcha nashr qilinadigan Altay geziti, Cho'chak geziti, Eli o'smirlar geziti, Barko'l geziti qatorliqlar to'xtatilgan. Ayni vaqtda saqlanib qolgan gezitlar asosan Partikomning organ geziti bo'lib, Xanzu yoziqidan tarjima qilinadi. Madaniyat inqilobi oxirlashganda to'xtatilgan gezitlarmi asta-asta asli keltirilgan. Bu gezitning to'xtatilishi yerlik aholilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Universal xalqaro axborot vositalarining 6 yanvar xabarida Xitoy hukumatı 5 yanvarda 8 islom dini jamiyatining vakillari bilan ko'rishib, bir turlik 5 yillik plan tasdiqlangan. U bo'lsa islom dinini jungochilashtirish. Yig'inda vakillar birdek islom dinining sotsialistik tuzum bilan o'zaro sing'ishiga yetakchilik qilib, har qanday vosita tadbir bilan islom dinini jungochilashtirishga ovoz qo'shgan. Yer shari geziti bu 5 yillik planning tafsiloti va yig'inga qatnashgan qaysi islom dini jamiyati kimlar vakil bo'lib qatnashganligi to'g'risida ma'lumot bermagan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın statistikasida milyondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlar atalmış tarbiyalash markazida qamalgan bo'lib, tahdid orqali Xitoy Kommunist partiyasining dinsizligiga majburlangan. Bu kishilik huquq tashkilotlariga irqiy qirg'inchilik, irqiy saplashtirish harakati deb shikoyat qilingan. Chet el taratqullarining oshkorlagan xabarida milyonlarcha har xil turlik atalmış tarbiyalash markazlari qamalgan musulmon xalqi majburiy emgak silinishga uchrayotganligi hamda Sharq Turkiston axborot vositalarida sun'iy hamra orqali tartilgan suratlar va yerlik hukumat hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, lagerlarga qamab qo'yilganlarning ko'pinchisi lager ichi sirtida shundaqla ishkir o'lkalarga maxfiy o'tkilib, qiyin emgakka silinmoqda ekan. Washington xabarida o'tgan hafta Xitoy hukumatı Deter agentligi qatorliq bir turlik axborotchi muxbirni yerlik amaldorlarning yetaklashida Sharq Turkistondagi Qashqar, Xotan, Qarqashdagi atalmış tarbiyalash markazlarini ziyorat qildirgan. Hamda bu atalmış tarbiyalash markazlariga qamalganlarning kun sari aziydiganligini bildirgan. Muxbirlar kirishga ruxsat qilingan darsxonada so'zligichi Xanzu tili bilan to'y murosimida naqsh etmaslik, usul o'ynamaslik, meyit bo'lganda yig'ilmaslik bo'lsa, radikal ideya ekanligini so'zlayotgan ekan. Muxbir va yerlik amaldorlarning sinfga kirishi bilan o'ltirganlarning ba'zilari o'ng'aysiz kulimsirgan. Yana ba'zilari beshini ko'tarmay kitobga qarab olgan. Yana bir ruxsat qilingan sinfda naqsh aytib usul o'ynayotgan. Muxbirlarning atalmış o'quvchilar bilan paranglashishiga ruxsat qilinmagan va yoki nazorat ostida belgilab bergan o'xshash gap so'zlarni qilgan. Masalan, hukumatning tarbiyalash markazlarining qurganligini hamda haqsiz hunar kasb til o'rgatadiganligini anglab, o'z ixtiyori bilan tizimlab qatnashayotganligini bildirgan. Ziyorat oxirlashgandan keyin muxbirlar birdek ko'z bo'yamchilik qilyotidi, yolg'onchilik qilyotidi degan. Shinjang Uyg'ur Abdum rayonining raisi Shuhrat Zakir va boshqa Xitoy amaldorlar Tashqi axborot agentligi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistondagi qayta tarbiyalash markazlari to'g'risida bergan ma'lumot xabarlarining xato bo'lib, tuhmat ekanligini aytib, qayta tarbiyalash markazlarining asabiylikni tugutish jihatda intayin unumli bo'lganligini, buningdan keyin tarbiyalash markazlarida kishilarning oziydiganligini bildirgan. Muxbirlarning bütün ziyorat jarayonida Xitoy amaldorlarining xuddi jinoyatchilarni yalab epmangandek ikki tarafida tizilib manganligi qattiq diqqatini qo'zg'agan. Yaqinda qurilgan Ukraina diniy jamiyati mustaqillikka erishib, 300 yildan ortiq tangshish orqali Rossiya diniy jamiyatidan tarixiy bo'linib chiqdi. 5 yanvar Konstantinopol patriarx bilan Proslaviya diniy bosh Portolombo 1 Turkiya Istanbulda o'tkazilgan murosimda mustaqil farmon imzoladi. Ukraina prezidenti Poroshenko va Ukraina Proslaviya diniy episkopi murosimga qatnashdi.